Oyimga borib kelsam maylimi? Ma. Yo'q, bu ko'p menga. 10 mingdan bersangiz yetadi. Yo'q, taksida borib kelasan. Yo'q, yetadi. Metroda borib kelaman. Bo'pti, rahmat. Mayli, yaxshi borib keling. Xo'p. Adasi, men bu pulni olib qo'ying. Uyalamiz deb yig'ayotgan pulimizga qo'shib qo'yasiz. Qayerdan keldi bu pul? Qo'shnimizda tort pishirib bering degandilar. Pishirib bergandim, tortim yoqibdi ularga. Keyin pulini 2 barobar qilib berdilar. Xo'p. Rahmat. Oxirgi tashlagan ko'ylagining narxi qancha ekan? 1,5 million. Nima? Buncha qimmat? A uni oldingizchi? 500 ming? Ha, bo'ladi. Chiroyli ekan. O'shandan zakaz qilmoqchiman. Rahmat. Endi ishlarim zo'r bo'lib ketib, tegimga mashina olib, yaxshi bitta ishni ushlab, yaxshi pul topayotganimda